Mana bu bizani Muaz degan mushugimiz. Biza uyimizda ikkita mushuk boqamiz. Bittasi Muaz, bittasi Barsik. Bu mushugimizning ismi Muaz. Mana o'tirib biza bilan o'ynashyapti bu. Bu o'zini sher deb o'ylaydi, o'zini xo'jayin deb o'ylaydi bu uyda. Mana ko'rdinglarmi? Tishlarini chiqarib yopishyapti. Tishlayman deb harakat qilyapti. Lekin judayam anaqa nima desam bo'ladi, mehribon, erkatoy. Rossayam yaxshi mushugimiz, mana shu mushugimiz bo'ladi. 2 oylikdan oshganda 3 oylikka yaqin olib kelishgan bolalarim shu mushukni. Rossa shirin, qiliqlari o'ziga yarashadi. Erkatoy, ko'ngli nozik. Uyimizda shef bo'lgan bu. Nima narsa bo'lsa eng yaxshisi shunga. Mana qaranglar. Ranglari ham chiroyli, buni quloqlari umuman chiroyli. Asal bola bu, asal bola. Do'mboqqina bo'g'irsoq bu. Ana bo'g'irsoq bu, bulichkani o'zi bu, bulichka bu. Mana. Qaranglar, rosa o'ynashyapti. Muaz, to'polonchi. Muaz. Ana. O'g'lim bilan o'ynashyapti-da bu. Ana, o'g'limni rosa yaxshi ko'radi, orqasidan quvlab yuradi, qayerga borsa o'sha yoqqa boradi. Ana qaranglar. Qanaqa shirin deb bu. Rosa buni yaxshi ko'ramiz, hammamiz yaxshi ko'ramiz. Xohlaganini qiladi. Ana ko'ppa kunduzi mana o'tiribmiz xonada, o'ynatib mushini. Bu ham bitta kayfiyat beradi borku, shu o'ynatish ham, mushuk boqish ham bir kayfiyat beradi, stressdan chiqaradi odamni. Qaranglar bularni qiluvlarini ko'rsanglar, nima deydi, qanaqa muammoni unutaverasizlar-da. Qaranglar buni shirinligini. Ana